Biz hem de yıllardan buyon xabarlarda odatda Yaponiyaningki shu Turkiston Cumhuriyatlari bilan bo'lgan munosabat bu narsa nihoyat oz kamdan kam uchraydigan narsa. Bu qatim shu 20 dekabr bayonot e'lon qilib 19 milliard dollarlik so'd turini ishga oshirish uchun 5 yillik nishonni. Hem uning oldida buni e'lon qilishdan burun bosh vazir Sanoat Takaichi butun Turkiston Cumhuriyatlarining hammasining prezidentlarini taklif qilib, hatto Arfiya aliyamisiga ayrıldırım chiqib kutib olganlarning ichida shu bor. Uyg'urcha kutib oldi hattoki O'zbekistonning nemisini. Bu yerdagi harakatlarniki Yaponiyaning tuyuqsiz bu yerdagi xabarning tafsilotini albatta bilsiz demasam, bu rayonga qaytishi, bu Xitoyning albatta bearam qildigan, ham Rossiyani bearam qildigan masaladir. Yaponiyaning nishoni bu yerga tuyuqsiz bugun bu rayonda harakatni kuchaytirishiniki. Hem de Xitay rahatsız bo'lganligi belki aniq, çünkü bir neçe makal yazdı. G'ajlab tillavdi bu rayonning devleti emas, nimada bu rayonga kelib oldi deb. Ya sanma o Latin Amerika'nınki rayonundaki devlet emas ama Venezuela, Küba, o bular yakın. Yani Xitay bazen özünün qilganlarini unutib qolgan o'xshaydi. Japonya şu nima O'rta Osiyo devletleri bilan şu 1990'ların 5'inden itibaren munosabatlarni qurgan. Bular arlab shunday bir nima yig'in qiladi liderlarcha. U vaqtlarda qaraydigan bo'lsak, shu Japonyaningki deydigan narsa rayonningki demokrasiyalashishi va buningga biz mablag' selishimiz. İkincisi Japonya ve Janub Kore'ma şu neftga ihtiyoç var şu nimaga tabiiy gazga. Yani şu nimadan O'rta Osiyodan alayli deydigan. Amısaqma O'rta Osiyoda o mablag' selib turib, ishlab chiqarib, undan keyin o rayondagi taraqqiyotga foydasi bo'lsin deb. Fakat O'rta Osiyodagi devletler ularninki mablag' selishiga qiziqadi ama demokrasi tavsiyasiga pek qiziqqan emas. Xo'sh. Shuningga 90 yil, 2000 yil bo'yincha bular to'liq ko'rishib turdi. Ama sağlam mablag'larmi ancha-muncha bor. Ama demokrasiyalashgan ahvol pek aniq emas hamda. Bu xil munosabatlar davom qilyotgan. Bu da hamda Japonyaningki Xitoy bilan bo'lgan bu xil nima jiddiylashish munosabatiga ergashib, undan keyin O'rta Osiyo bilan bo'lgan bu xil munosabat Xitoyni ansirashga soldi. Çünkü Japonya tishini ko'rsatgili boshladi deb o'ylaydi. Ya'ni Xitoylar deydi-ku, militarist düşüncesini amallashtirisyapti. Onunla ergashib O'rta Osiyo bilan bundan yaqinlashish bir siyosati bilan bizni hem Sharqda hem de G'arbda bizni muasirga qo'shirtishga tirishib turibdi degan bir tushunchani paydo qiladi. Agarda buni yani Amerika bilan yani başka devletler bilan misolga Japonya Hindiston bilan strategiya hamkorlik munosabati var. Japonya'nın Avustralya bilan mana munosabati var. Amerika bilan birlikte bu rayonning cho'ng davlatlar bilan bo'lgan munosabatini bu hisobga qatadigan bo'lsak, Xitoyni tabiiy bir ahvolda ansirashga soladi. Japonya tuyuqsizlar O'rta Osiyo devletlar bilan bu munosabatni yaqinlashtira olmas. Burundalar bordi. Bu an'ana holiga kelgan. Yaqinqi yilda hamda Turkmanistonni qaytib Japonya ko'paytirish 5C yani Central Asia degandek. Buni aslında Amerika başlatganda, kim başlatgan desen yine Trump'ның vaqtida. Yani birinci qitim Trump hakimiyet vaqtida şu nima Pompeo tashqi ishlar ministri bunu başlatgan. Onun keyin Rusiyadaydı, o başlagan bo'lsa biz mi başlatdi? Rus başlagan keyin Xitoy mi
bununla əbəqə degan 5 plus 1 degəndəkçə. Xitay mı şunu kıldı? Hazır Japonya mı kıldı? Hazır Hindistan mı onu oyluşuyordu? Yani nurgun devletler O'rta Asiyaga mustaqillik ko'ngil bo'lishga boshladi. O'rta Osiyodagi devletlarmi bir devlet, ikki devletga beqinish emas. Hazır misaliga Yevropa Birligi bo'lsin, Amerika bo'lsin, yani Rusya ve Xitoydan sırt Japonya bo'lsin, bu devletler bilan munosabatlarni taraqqiy qildiryapti. Hatta Müslüman devletler bilan, O'rta Sharqdagi devletler bilan munosabatni taraqqiy qildiryapti. Hatta Afganistan hech kim qarmayotdi o Afganistan'a. Hazır O'rta Osiyodagi devletler ularga Afganistan'a yardım qilyapti. Xo'sh. Qo'ldan kelganda taraqqiyot bo'lsinki, xalq nimaga bayashat bir hayotga erishsin deb. Yani O'rta Osiyo devletler sirtqa ko'p taraflik ichilishga boshladi. Japonya bununki bir xil tanlashandi. Demek ki bu devamlı qilgan bo'lsa, O'rta Osiyo Xitoyga beqingan devletler bo'lmaydi endi. Munosabat yaxshi bo'lgan devletning birisi bo'ladi Xitoy. O'rta Osiyo devletler uchun. Agarda Japonya bilan bo'lgan munosabatlar bu texmi yaxshi bo'lib kelsa, Amerika bilan bo'lgan munosabat, Yevropa Birligi bilan bo'lgan munosabat texmi yaxshi bo'lsa, o vaqtida Rusya va Xitoyga beqinmaydigan bir holga keldi. Xitoy buningdan ansiraydi, qo'ldan ketishini ansiraydi. Boshqa cho'ng devletlar sharqdan, g'arbdan ikki tarafdan muasirga ilishni ansiraydi. Şunun bunundan keyin hamda O'rta Osiyoda texmi tirishchanligini qiladi deb o'ylayman. Misoliga O'rta Osiyo devletlariga Xitoy nüfusini ko'paytirish misoli. Va bu Xitoylar bu yerda kichik veya o'rta holdagi kuch bilan mablag' silish, masalan shirkatlar, magazinlar, o'g'illarga silib, ashada bir iqtisod ticaret cihette bir güçke ega bo'lish. Misaliga nima Qirg'izistonda, Tojikistonda degandek, Qozog'istonda hozir O'zbekistonga ham qiziqyapti. O'zbekistonda ham Xitoylar ko'payyapti. Shuningga Xitoy shu foydali tarafdan yo'lga kirib O'rta Osiyodagi ta'sir doirasini va ta'sir kuchini yine qo'g'dashga tirishadi deb o'ylayman. Hozir Turkiya ham bunday bir Xitoyga imkon berdi, viza imkoni. Xitoy belki Turkiyaga ham ko'plab kelishi mumkin boshlang'ich. Bir mezgildan keyin Turkiyada O'rta Osiyodagidek oson emasga ish qilish oson emasga deb qilish mumkin. Ve Türkiye'nin başka devletke geçiş için, Türkiye'nin başka devletke trans kılış için, belki Türkiye'nin acına işin mümkün de bu oylayamam. Hoş.